Assalomu alaykum. Efirda bugun yangiliklar dasturi. Sizni kunning eng muhim madaniy ma'rifiy voqealari bilan tanishtiramiz. O'zbek adabiyoti va madaniyati og'ir judolikka uchradi. Zamonaviy she'riyatimizning taniqli namoyandalaridan biri, serqirra ijodkor, jamoat arbobi, O'zbekiston xalq shoiri Sharifa Salimova 75 yoshida vafot etdi. Sharifa Salimova ijodida vatanga muhabbat, milliy g'urur va iftixor, vafo va sadoqat, matonat va jasorat kabi ezgu fazilatlar tarannum etilgan. Marhum shoira jamiyatimiz hayotidagi dolzarb ma'naviy ma'rifiy masalalarga, oila va yoshlar tarbiyasiga bag'ishlangan ko'plab asarlari, ijtimoiy faoliyati bilan el yurtimiz qalbidan munosib o'rin topgan ijodkor edi. Tildan ehtiyot bo'lib foydalaning. Tilda masalan ayni paytda jannat bor, jannat turibdi. Til bilan jannatni yaratish mumkin va ayni paytda do'zaxni ham shu til bilan yaratamiz. U adabiyotga o'tgan asrning 70-yillarida o'ziga xos, betakror ovozi, samimiy va nafis she'rlari bilan kirib kelgan edi. Navoiy g'azallarni qalbiga jo aylagan mumtoz adabiyotning zilzambil yukini viqor bilan ko'targan shoira uchun adabiyot pok inoyat va vijdon mezoni edi. Ayol qalbining nafosati, vatanga bo'lgan cheksiz sadoqat ijodining bosh g'oyasiga aylandi. Uning she'rlari asosida yaratilgan Qaddingni tik tut ayol, vatan, ona nidosi kabi o'nlab qo'shiqlar millatning ruhiy xazinasidan chuqur o'rin oldi. Ijodkori qalbini bilish uchun uni ijodiga murojaat qilish kerak. Ayniqsa she'riyatda har bir ijodkor ayollarimizning o'zini yo'li bor, aytadigan so'zi bor. Sharifa juda katta ijod yo'lini, undan oldin katta hayot yo'lini bosib o'tdi. Sharifa bir necha kitoblar chiqardi. Juda katta ishlarda ishladi. Xalqning xizmatida bo'ldi. Lekin u eng avvalo shoira edi. Shoiraligicha qoldi. Shu shoiralikka sadoqatini namoyon qildi. 1920-yillarda Germaniyada tahsil olib, keyinchalik mustabid tuzum qatag'oniga uchragan o'zbek ayollarining fojiali taqdiriga bag'ishlangan Qabohat saltanati yoxud Qor qo'ynidagi lolalar nomli she'riy romanni yaratdi. Mazkur asar o'zbek adabiyotida ushbu mavzuda bitilgan ilk yirik vatanparvarlik manzumasi sifatida tarixda qoldi. Taniqli ijodkor bo'ladimi yoki endigina mashqlar ko'rinayotgan qalamkash bo'ladimi? Albatta shular haqida doim faqat ijobiy fikrlar aytardilar. Opa hayotni sevgan inson sifatida xotiramizda qoldi. Birinchi she'riy to'plamining nomi ham Hayot zavqi. Bunaqangi bir ko'tarinki, bir nekbin ruhdagi kitob nomlarini ham hamma atavermaydi-da. Mana shunday bir maqolalari bor. Vatan bo'g'zimdagi jon kabi shirin deyiladi. Chunki odam jonidan ayrilsa o'ladi u. Vatan ham mana shundaydi u kishining nazarida. Gohi daryo kabi mavjlarga to'ldim, gohi bir kechada 1000 bora o'ldim. Har safar ma'yuslik qurshasa bot-bot, haqning o'zi berdi, qayrilmas qanot. Qushu qumursqaga do'st bo'la oldim, kimningdir kamiga ko'st bo'la oldim. Tog'dek g'ururimni yerga urmadim, shul vatandan o'zga baxtni bilmadim. Qissadan hissa shul yozganim bayot, baribir go'zaldir hayot. Oltin rang yaproqlar aytar alvido, yerdan samo sari uzatgancha qo'l. Derlar bahorlarga albat yetingiz, yashil yaproqlarga ko'nib o'tingiz. Ustoz ijodkor Sharifa Salimovaning oxiratlari obod bo'lsin. Alvido, nafosat va matonat shoirasi.